Yuzlashtirish tergov harakati qanday hollarda o'tkaziladi? Ya'ni Jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra, yuzlashtirish tergov harakati demak, so'roqlardagi qarama-qarshiliklar bo'lgan holatdagina mana shu qarama-qarshiliklarga oydinlik kiritish maqsadida demak fuqarolar yuzlashtirilishi mumkin. Ya'ni bu baribir jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng amalga oshiriladi. Amaliyotda qanday bo'lyapti? Demak, bu qarama-qarshilik bormi, yo'qmi? Fuqarolar yuzlashtirilyapti. Oldin qanday so'roq berilgan bo'lsa, shunday ko'chirilyapti va imzo qo'yib qo'yilyapti. Ya'ni bu yuzlashtirish tergov harakati emas. Bu qarama-qarshiliklarga oydinlik kiritilmayapti. Ya'ni umuman so'roq ham berilmayapti. Ya'ni savol berilmasdan mana shunday harakatlar amalga oshirilyapti. Bu albatta qonunchilikka zid. Ya'ni qarama-qarshilik bo'lsagina amalga oshirilishi kerak. Agar qarama-qarshilik bo'lmasa, nima uchun bu harakat amalga oshirilishi kerak? Faqatgina bu delani sun'iy ravishda qog'ozlarni ko'paytirishga qaratilgan harakat deb tushunish mumkin. Demak, tergov organidan yuzlashtirish tergov harakatini belgilangan tartibda qanday amalga oshirish kerak bo'lsa, mana shunday amalga oshirishlarini so'rab qolamiz.